Ko'pchilik ko'zni gavharni almashtirsam ko'zni muammosidan qutuldim bir umrga deb o'ylashadi. Bu xato. Sababiki ko'zni gavhar almashtirgandan keyin ko'zni orqa kapsulasi doim xiralashishda davom etadi. O'shuncha bu holatni biz ikkilamchi katarakta deymiz. Bu holat gavharni qo'yilgandan keyin bemorning turmush tarziga qarab, uni aytaylik qon bosimi yuqori bo'lsa, davlinasi bo'lsa yoki ko'zni qo'shimcha kasalliklari yoki sahr kasalliklari, miopiya kasalliklari bo'lsa, bu gavharning xiralashishi tezroq bo'ladi. Bunda biz bemorlarga tushuntirganda ko'pchilik operatsiya qildi desam ham nimaga yana xiralashib qoldi degan savolni berishadi. Buni ko'p holatlarda o'sha qayerda operatsiya bo'lsa, o'shada klinikalar tushuntirishadi. Lekin bemorlar o'zini yoddan chiqib qoladi yoki balki ko'pgina klinikalarda bu apparat qimmat turganligi sababli bu apparat yo'q. O'shaning uchun balki shu narsani aytishmasliklari mumkin. Biz yana birinchi marta eshitishimiz deb hayron bo'lishadi. Biz ikkilamchi kataraktni hozir juda ham lazer usulida amalga oshirish yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni bu operatsiyaning davomiyligi 1 yoki 2 muddat ortiq davom etmaydi. Hech qanaqa og'riqsiz, tig'siz qilinadigan apparat. Bu jarayonda ko'pgina hozir yoshi katta bemorlarda bo'lganligini hisobga olgan holda mana 8-iyun kunini yoshi katta bemorlarimizni mana Qurbon hayiti munosabati bilan bepul tibbiy ko'rik hamda kompyuter apparatdan bepul o'tkazish. Bizda shu paytgacha 2 ta apparatni bepul o'tkazish reja qilingan edi. Mana birinchi marta 3 ta apparat, ya'ni biomikroskopiya, aftorefraktometriya hamda pnevmoterapiya, ya'ni ko'zni bosimini o'lchash ko'pincha ko'z yoshi 40 dan oshgan bemorlarda juda ham ko'p kuzatiladi. Hozirgi hayotda ko'p qanchalik davleniyani baland bo'lsa, qanchalik hayotiy stresslar, doimiy asabiylik ko'p bo'lsa, bu shu bilan birga ko'zda ham bosimini oshishiga va ko'zi gavharini tez xiralashiga sabab bo'lmoqda. Ya'ni bu kasallik yosharmoqda. O'shani vaqtida aniqlash maqsadida bu apparatlarni bepul o'tkazish maqsadga muvofiq deb hisobladik va yakshanba kunini bepul tibbiy ko'rik hamda kompyuterlardan o'tkazmoqchimiz. Kimda tanishlaringizda qanaqadir gruppalar bo'lsa, tarqatsangiz, ko'z doktoriga, shifokorga muhtojligi bor bemorlar murojaat qilsa, biz o'sha kuni xizmatda bo'lamiz.